Xo'p, Mhm. ichki tizimga qanchalik e'tibor berish kerak o'quv markazida? Xo'p, ichki tizimda hozirdagi o'quv markazlarini 98%dagi muammosi o'sha narsa. Aytaylik, bir xodimni tayyorlaydi, administrator yoki marketolog bo'lsin, SMMщик tayyorlaydi. Srazu aytaylik, boshqa joy narxi kattaroq narx bergandan keyin chiqib ketishadi. Uni asosiy muammosi har bitta bo'limda, ya'ni moliyada, marketingda, sotuvda, o'quv bo'limi, HRda onboarding deymiz. Bizning tilimizda onboarding tuzish kerak. Onboarding aytaylik, har bitta ishchi qanaqa olinishi kerak. Ya'ni soft skill deydi, biz hard skill deymiz. HRda eng asosiy narsa shu soft skill va hard skillga ahamiyat beradi. O'zi asosan shu ish bilan ishlanadi. 5 ta bo'limda moliyachini aytaylik oladigan bo'lsak, moliyachini qanaqa bizga soft skillga ega bo'lishi kerak. Ikkinchisi hard skill, ya'ni video yozib chiqishimiz kerak. Qolgan bo'limlarda ham xuddi shunaqa. Aytaylik, sotuv menejeri olmoqchisiz. Qanaqa sizga qadriyatlarga ega bo'lish kerak va nimalarni bilish kerak. O'shani videoni ketma-ketligi tahlash kerak.